Assalamu alaykum, hörmətli görmənlər. Eynək programımız xoş gəldinizlər. Elşad Qasım, xoş gəldiniz. Rahmat, hoş geldik. Ve aleyküm assalam. Assalamu aleykum. Bugünmü aldığınızға oxşamaydigan bir temalar bilan çıxıb turibdimiz, qarindoshlar. Bugün nəhayət qızıq, nəhayət yangi tonudan hem de nem bo'yicha tonudan chiqqan namdiq yangi bir analiz deb baxmoqchimiz. Hamda necha vaqtdan yoq planlanib kelayotgan Trampniki, Amerika Donald Trampniki Xitoy ziyarati nima qilyapti deyilib kelayotgan bugun boshlandı. Hem de siz mi Amerika'da yaşayıp kıyafetsiz neçə vaxtdan yaxınlığın özgürleşler oldu. Bəzilər deydi mesela Amerika bu qitim krizisini İran'daki uruş bitip qalğan deydi, ayaqlaşdı deyilib atıdı. Müşahidəki krizisini oңşaş üçün ya bulmasa, Tayvan bilen İran'ı almışdırış üçün bu yerdeki bir badi dep mi deyilib atıdı. Sizce bununki planı qandaqroq bo'ldi? Nimeler deyilish mumkin? Mush to'g'risida bir to'xtalib beramiz sizga. Buldu. Aldı bilen bugün düştü la. Saat 12'de Amerika'nın vakti, bizden vaktimiz. Prezident Trump'ın ki Beijing'e konğan, aeroplandan düşken ve Xitay'nın devlet muavirayisi Han Zheng degan, buran Şanghay'nın baş sekreteri olan bu Xitay'nın aldığı çıkıp Prezident Trump'ını kütüp alğan ayrı durumda mı nahayeti haşemet, dağdığılık kütüp alğanlığını körsetti. Bulup menin dikkatimni qo'zg'ani masalan Xitoy Mavzudonun davrida ayrı durumda shundoq necha ming odamlarni to'plab kelgan mehmonlarni qarshi olamiz deb gullar bilan dag'dug'liq kutib oladi. Keyin Deng Xiaoping davriga o'tib, undan keyin ayrı durumda unda dag'dug'liq kutmaydigan bo'lgan. Ham Xi Jinpingninkidan yana qayta bu asli keldi. Hem de bu daki Donald Trump Amerika'nın prezidenti bo'lgan bir alayida bir keng ko'lamda qilibdi o. Ayta hashamatlik. Bu yerda Xitoyning Trump bilan ko'rishishi Xi Jinpingninki jiq narsalarni kutayotganligini bundan bila olamiz. Yana Amerika prezidentini ang dastlabda ayrı durumdan tushgandilar. Ayta xo'sh qilish hem onu nayte ta'sirlendiriş şu arqılıq çünkü Prezident Trump mu haşamatni yaxshi ko'rdigan, dag'dug'liq kutib yaxshi ko'rdigan adam. Shunga maslashtirib kutib elishi demak Xitoy bu yerda bir narsaga erishmoqchi. Hamda bu yerda Prezident Trump badi. Prezident Trump mu so'zlashirgan narsalar bor. Şunun bir yerde menimce 3 narsamdi. Birincisi Amerika'nın iktisadi. Yani iktisadi bugün bir haberde gördüm. 3 B bilen başlandıran. Bin yana poçak, beef yana kalıgöşi Amerika'nın, Boeing yana Amerika'nın aeroplanı. Çünkü bu poçak soyabindeydi. Yani biz köpünce da durumu da koyumuz. Xitayçın işiltiş. Poçak, çoğun poçak değil. Bu Amerika'nın dehanlarının ki asası mahsulatı. Bulup mu şu Canup'taki Amerika'nın statlarının. Şunun için Trump efendimini kollaydıqallar asasen şu Türkümdeki dehanlar. Bularning porçığını satamayotgan natijali bo'lib qoldi. Xitoy necha qitim va'da berdi ama hech qachon bütün o va'dasi bo'yicha setib olmadi. Bular Xitoy nayt ustulik bilan Braziliya bilan Amerikani selishtirib, Braziliyadan setib olish orqali Amerika va Braziliyaning orasiga savdoda jidal chiqarish qatorliq. Shuningga birinchisi Trump efendimning porçaqni setish kerak. Shuningda 11. aydaki saylamda dehallar bu tarafta duruş gerek. İkinciden kalı göçü. Amerika'nın çavruçları Amerika'nın kalı göçünü Xitay'a bazağa girmekçi. Bununla Xitay alır iken ama nayta az miktarda Amerika'nınkini alır iken. Şunu hem
özümü bu hazır hem de kalını kən küləmdi bir şarkılı bu kalı göğüs meselesini mi Xitay hatta dünya bazarına ama planı. Üçüncüsü hem de oyun vekillik ama lekin Amerika'nın Antarktika yani yukarı Antarktika'daki Avaz yaş çıkmıyordu. qatnaş bu bir narsalarni Xitoy bozoriga kirgizish. Yana mayli Elon Musk'ninki mashinasi bo'lsin, Boeing'ninki aeroplanlari bo'lsin. Xitoy chunki hozir aeroplanni Xitoy o'zi yasayotidi. Amerika'ninkini olmaslik uchun ham Amerikaga yo'lanmaslik uchun. Shuning uchun bu yerda Prezident Trump'ning maqsadi bo'lsa Xitoyning bozorini ichish. Xitoyning bozorini ichish. Bu birinchi masala. Umumiy qisqa degan vaqtida iqtisodiy. İkinci mesele bularning deyishmoqchi bo'lgani Prezident Trump tarafdan Xitoyga Eron masalasida Xitoyninki Eron'ni azroq 5 sharqliq Eron'ni bu kelishim tuzash yana Eron bilan. Chunki bu yerda Eronga yana Xitoy aksi turib yordam beryotidi, onunga mayli iqtisodiyotdan qurolda jihatdan hamda onunga madad beryotganmi Xitoy. Shuning uchun bu yerda biz unutib qolmaydigan bir hodisa Trump efendim bugun borgan bo'lsa, chiqapning oldida bu deyman. Eronning tashqi ishlar ministri Beijingga berib, hatta Xi Jinping bilan ko'rishdi, Wang Yi bilan uzun paranglashdi. Bu yerda mana deganda hozir oshkor bo'lishi Amerika'ninki Pakistanning o'tirg'i tushishimi Xitoyning borlig'i ilgari surilyotidi. Yana Amerika bir yo'llar bilan masalan Prezident Trump bir ish gapning oldida Xi Jinpingga bir parcha xat yozganligi, Xi Jinpingninki bir parcha javob xat yozib, Eronga Xi Jinping qurol bermaydiganligiga va'da berganligini degan. Ama hozir ilgari surishlar qaraganda xabarlarninki şu vaqtida Trump efendim balkim Xi Jinpingga Eronninki suhbat ustaligi kelishini talab qilgan. Shuning bilan Xitoy Pokistonni o'tirg'i chiqarib Pokiston orqali bu suhbat kelgan. Ammo lekin hozirgacha bu suhbatdan hech qanday natija chiqmayotdi. Bu chiqmasligi bilan agar Trump efendim Venezuela'dek İran'ninkini hakimiyetini almıştırıp, eğer üyede bir Amerika'ya mayılarak bir hakimiyetini tiklep olup, bugünkü günde Beijing'e bağlan olsa, belki Xi Jinping'e üstlerini muşlayalaydıgan derecede barattı. Ama hazırki ahvalda Amerika yanı güçlük, ama lekin üstlerini muşlaydıgan o yerde emez hem de. Onda degende. Şunun için bir yerde Trump efendiminin yanı bir Xitoyga muhtoj bo'lgan yeri Eron urushininki va Eronninki suhbat ustiligi kelib, Amerikaning shartiga asosida bu urushni tugutish Amerikaning bo'libmi o Hormuz bo'g'izini ichib o'tish. Chunki hozirgacha bu bo'g'oz ichilmaganligidan butun dunyoda iqtisod hamma yerda kriz qarab mingyotidi. Mesela Amerika'da gazning bahosi bag'an siri o'rlayotidi. Shaxsan o'zimninki tajribam. Men uzun bo'lgan mashinamga $50 yuqori may qachilab boqmag'ini. Oldingi haftada deyim, basam birinchi qatim $60 yaqin berdi. Qarab, hangtan qoldim. Voy bu ajoyib jiqib ketdi dedim. Demek xeyli ko'tarilyotidi. Hazır bizning atrofimizda $4'dan ish bo'ldi. May bahosiga agishib, hamma nima o'rlayotidi. Bu hamda butun dunyoninki iqtisodini asqitishga qarab mingyotidi, krizis kelib mingyotidi. Shuning uchun bu yerda Eron urushining to'xtalishi, bu masalaning hal bo'lishiga agishib, bu Hormuz bo'g'ozining ichilishi, bu Trump efendimning kuchligini tezroq bo'lsa, ama onu hem de ilki şartlar bilan içilmese bo'lmaydi yana.
İran yani 5-10 yıldan ki yana kayıt gelip bütün dünyanın malmankısı bulmaydı. Şununla bu yerde Trump efendim hem de Xi Jinping'nin öz terp ederek turuşuğa muhtaç. Hem de Xitayga kelsek. Xitay nemini talep kıldığı degende Tayvan meselesi. Xitayning ko'ngil bo'ldig'ini birincisi Tayvan meselesi. Tayvan meselesi de Amerika Tayvan'a koral setip berishni tadrijiy tovanlatish ve en yukarı pen texniklik koralını setipamsa deydi o. Onundan keyin keng ko'lamda setipamsa deydi o. Ama onu bütün to'xtatib deb o talabni qo'yolmaydi Xitoy. Chunki u onunga kuchi yetmaydi. Şunun miqdorini to'van, pen texniki jihatda bir qadar ilg'or bo'lmasa, onundan keyin unda keng ko'lamda bo'lmasa deb mana bu talab balkim Tayvanning qoral meselesida. Hem de yana bir mesele var bir yerde. Yana siyasi kelime deyli. O bu nima degan vaqtida Amerika izchil holda ikki tarafninki hozirgi ahvolni o'zgartmaslik, zo'ravonlik bilan o'zgartmaslik, ham Tayvanninki mustaqilligini xohlamaydigan, ham Xitoyning qurolliq uyani ishg'ol qilishini xohlamaydiganligini bir xil deb kelgan. Endi bu yerda Xitoyninki bu siyosiy kelimaga balkim bir talebi Tayvan mustaqil bo'lsa bo'lmaydi deydigan mana bir so'zni talab qilishi mumkin. Yana Prezident Trump Tayvan mustaqilligini biz qo'llamaymiz, unga qarshi bu endi Xitoyni rozi qila oladigan, ham Trump Amerikani dalalaydigan bir so'z. Tayvanning mustaqilligini xohlamaymiz. Onun da mı ilgirilep, belki Xitayning qo'ydigan talebi Tayvan Jungo'nun bir kısmı ama tinch bilan hal qilinglar degizalaydiganga bunun urinishi mumkin, ama meningcha bu gapni asan masalan Tayvan Jungo'nun bir kısmı deydigan bu gapni asan demasligi mumkin deb qarayman. Onunga hamdi çünkü u gap chiqib ketdi, ish chatoq bo'ldi. Keyingi prezidentlar hamma nemizda. Shuningga meningcha Xitoyning qo'ydigan Tayvan masalasidagi birisi aniq konkret masalalar qorallar. Yani birisi o'sha siyosiy kalimada qanday ishiltish Tayvan masalasini Amerika qanday pozitsiya bildirish, buning da talabni yuqoriroq qilib tövünərəgə maqul deyişi mümkün Xitay. Hem de şununla yetişiyor için. Hem de onun bilen birge Xitay'ninki yani bir talab kıldığını nima degan vaqtida yuqori pen texnikidagi yana semiconductor deydi. Yermi ötküzgüç bu onundan keyin kompüterlarning chip en yuqori darajadagi texnikadagi bu ikki narsada Amerikaninki hozirgacha hamda cheklimi bor Xitoyga chiqarishni, eksport qilishni. Bu ikkisida balkim Xitoy ashuningga yana Xitoy kirgizishiga yo'l qo'yishini talab qilishi mumkin. Ham bu yerda bir masala bor. Amerika balkim ma'qul deb qilishi mumkin deydigan farazda men bo'libmi Prezident Trump. Chunki bu yerda Xitoy yana bir narsa Amerikaga kerak bo'layotgan Xitoyninki pishiqlab ishlagan kam uchraydigan, yer sharida kam uchraydigan elementlarninki pishiqlanğını. Ham buni Amerikada kompyuter, mashina hamma nimaga ishlatadi. Hozir Xitoy buni monopol qilib oldi. Amerikaninki ishlayotdi, ammo bu Xitoyninki hozirgidek bu texnikaga yetib ololmadi. Buning yana 1-2 yil ketadi. Shuning uchun hozir Xitoy agar buni oldin ketin Amerikani birozroq o'sal qilgan yeri shu. Buni to'xtataymi deb, bermayman deb. Shuning uchun Xitoy balkim Trump prezident balkim shuni qo'ydi. Bizga ta'minlaydigan, kam uchraydigan, yer shari kam uchraydigan bu elementlarni to'xtatmaysa, keng ko'lamda bizga bersa, ta'minlaysa deb Xitoy qo'ygan vaqtida Xitoy balkim amsa semiconductor bilan chipninki bu ikkisininkida yuqori texnikadankini bizga sam setib bersa,
Onunga cheklim qo'ymaysa deyishi mumkin. Bunda vaqtida hamda mening balkim ma'qul deb qolamdiki degan yerim, chunki yaqinda maqollar qaraganda Xitoy har xil usullar bilan bu materiallarni yana foydalanyapti. Amerika satmagan bilan, masalan, Arab Birleşmiş Halifeligiga satsa, ular orqali Xitoyga kiryotgan. Janubiy Osiyodagi ba'zi ittifoqdosh davlatlarga setilganlar yana bir yo'llar bilan Xitoyga ketib qolgan. Baribir buni hamda butunlay to'sashninki imkoniyati tuvan deb o'ylab, texnikani bermasak, mahsulotni bersak bo'lishi mumkin degan o'y bilan bunga yo'l qo'yishi mumkin Trump prezident. Shuning bilan hamda asosan shu bir necha masala. Ham bunga qo'shilib hozir Amerikada yana bir turkum kishilik huquq, erkinlik, diniy erkinlik deydigan parlament guruhlar bor. Bularning qo'ygan talebi prezident Trump'ni bağgandan keyin bir turkum tilga ilingan gez jurnallarda doim ismlari bor bo'lgan siyosiy mahbuslarni bularni qo'yib berish, yana Xitoydan bularni qo'yib berishini talab qilish. Buning ichida tizimligining birinchisi Jimmy Lai degan Hong Konglik burunqi Pingor bor deydi, yana Alma gezitininki xo'jayini. Bu odamni 20 yil kasdi deyman bir ish gapning oldida. Bu birinchisi. Undan keyin Xristian din guruhlari va Xitoyda tutilgan. Undan boshqa hamda biz Uyg'urlarninkidan hozirgacha hamda tizimlikning oldida Ruşen Abbas xonimninki hadisi Gulshan Abbas, undan keyin yana bir advokat qiz Rayhon Asadninki inisi Akbar Asad. Bular bo'lsa hamda tizimlikda. Albatta bu yerda yana ham bütün siyosiy mahbuslarni qo'yib berishni talab qildi. Hamda qanchasi hozirgi ilgari surilgan har xil xabarlar qaraganda Jimmy Lai, yana Li Jiying deydi-ku deymi bu odamning Xitoycha ismi. Hong Konglik Jimmy Lai'ninki qo'yib berilishi qaraganda 90% hozir. Uningga qo'shilib balkim Xristian poplarning bir nechtasi hamda Uyg'urlarga qanday bo'ladi? Bunu bilmaymiz ama ümit qilamiz. Bo'lsa Uyg'urlardan bir qo'yilsa, shuning bilan biz Uyg'urlarga bir ümit berildi. Hamda bu shu bütün Trump efendimning bayrishdiki Xi Jinping bilan ko'rishdiki bu eng yuqori darajada ko'rishlarninki o'tirg'i qo'yildigan temalar. Ama ahirkisi belki yanda koyulduğun tema. Yana benim bilişimce şahsi paranda, resmi söhbet demez. Şahsi Xi Jinping ile görüşkende onun deyken belki Prezident Trump tizimliklerini verip kişilerini bosa koyup egen bosala neydi yaxşı buladı dep talep koyuşu mümkün. Onunla koyuşulup belki Xitayma boludu, malani biz maquldudu deb Xi Jinping nim qilishi mumkin. Ama asas tema Tayvan, Soda, İran meselesi. Şu üç narsa. Köpten köp rahmat aka. Nayet to'xtalib bergan bo'ldingiz. Hamda deganimizdek Uyg'urlarning bir yaxshi ta'sirninki yaxshi bir natijadan chiqishini biz umid qilamiz inshaalloh. Chunki bu yerda bir gapni qistirib qo'ysam, mayli bir Uyg'urni qo'yib bersin, Amerika ochiq qolsin, mayli ikki Uyg'urni ochiq qolsin. O'z vaqtida Rabia Qodir xonimni Amerika akaga vaqtida Uyg'urlar hayajoniga to'lgan. Chunki Amerika Xitoyga mana jazalığa adamni yulup ekettiği bir Uygur ne dedi. Aldın ketim Nuri Türkiye'nin anısına geldi. Trump'ın Biden'ın ahırki günlerde. Bu mu? Vatandaki Uygurlarga mening anlışımca nahayeti bir xil ümit bergen. Çünkü demek Amerika Uygurlarga ko'ngil bölüp tuttu.
Amerika Uyg'urlarning ichidagi bu zulm tortayotgan, albatta u kuni Nuriy Turkalning onasi emas, yana boshqa 3 Uyg'ur bor, jami 4 qo'daymi u ayblarni birlikkagan. Bu Uyg'urlarga bir xil ruhiy jihatdan bir umid, bir arzu, bir kelgusi berdiğen bir medet yoludur. Şunun için bu da ketimdimi eğer Prezident Trump mayli bir Uygur'unu, mayli Gülşen Abbas hanımını, ya ki Ekber Asad'ını bulsun, ya ki İlham Tohtu'nu bulsun, ya ki başka bir Uygur'unu bulsun, bir Uygur'unu julup açıksa mı Uygurlara dünyada hakkaniyet var ki, bu dünyada yani zalimli mi soraydı Allah bak edigen, ma signal bu Uygurlarga bir xil naiti çoğun ümit berdi. Çünkü bunda haberler gerçi gez jurnalga çıkması mı ama naiti tizlikte takılıdı vatan içindeki halkta bir xil ümit payda oldu. Şununla bu gerçi yan taraftaki bir parang bolsun mu bu ketim görüşte ama bunun azırak neticesi mi Uygur milleti için bir çoğun bir ümit. Rahmet. Köp rahmet aka. Onda olsa keyingi sual o'tib ketsek, mushu yani mushu ayninki 7-chi kuni Xitoy harbiy sotininki ikki sobiq harbiy amaldorni o'lim jazosiga nim qilganligini 2 yil kechiktirib ijro qilganligini xabar qilibdi. Uninki buning ismi Li Shanfu bilan Wei Fenghe deymi ismi? Wei Fenghe. İki yıl aldı kendi ol müdafaa ministri olgan. Ha, müdafaa ministri. Hem de bularninki aldığın programlarda biz digen to'qnurg'un sobiq müdafaa ministrlari bo'lsin, ilinib ketgandi. Mesela Xitoy nima Xi Jinpingning yenida faqat birisidan belak 8 odamninki faqat Xi Jinpingdan faqat birisidan qilib qolganligi to'g'riliq. Suhbatni etib qolgandik. Bularninki ölüm cezasını icra qilinish, 2 yil kechiktirib icra qilinishi nimalardan darak berdi? Shuni bir to'xtalib beramiz ekan. Bu yerda hozir pashayotgani Xitoyninki harbiyning ichidagi chiriklik haqiqatan bu nihoyatda ig'irligini bildiryapti. Masalan, oldingi ketim biz Mashinroyning qo'lga ilinganligini mi dedi o? To'g'ri. Çünkü Mashinroy bu Xitoyninki mudofaa sanoati, yana defense industrial deydi buni. O'z vaqtida men naq shu oldingi haftada yana bir Sovetning davridagi oxirgi yillarda Sovet Gorbachevga ham yordamchi bo'lgan shu oxirdagi bir natijasiga aql ko'rsatkichi bo'lgan bir odamninki aslmisini o'qiyotgan, o'qib tugay dedi. Şunun şu vaxtda mı Sovyetninki şu müdafaa sanatçıları hemisi generallar bilen çemberças bağlangan paraxor qorlarninki belki texniklerini aşırıp dep merkezden pulunu çıkargan. Şunun o'xshash meningcha Xitoy kommunistlarının mı bunun da o'xshash deyman. Sovet bilan o'z vaqtidagiga o'xshash bir sistem. Şununga Mashinroyning tutilishi bilan hozir Xitoyninki bir boshqurilish bomba mutaxassisi tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Yana bir nimaninki ma'vu raketaninki bir olimi umi yo'qolib ketdi. İsimleri yo'q hozir. Uningki yana bir olimi umi yo'q. Demak, bu yerda 3-4 shu Xitoyninki mudofaa sanoatida işligen, iş qilgan bu Xitoylar hammasi tozlanayotdi. Endi hozirgi bu farazlar bo'yicha shaxsan mening o'zimning o'yimda endi bu nimadan derak berdi deganda bu yerda Xitoyninki masalan qurollari mayli Venezuelada bo'lsin, mayli Eronda bo'lsin, mayli boshqa yerlarda bo'lsin harbiy generallarning so'zlagan so'zi bilan qurollarni tonishtirishi bilan amaliyotdagi unumi o osmon zamin farq bor. Masalan, Venezuelaga bergan radarlarni
Hemen nemsin naiti maktap Amerika'nınki şu Amerika'nın kırgaktan ayrılan uçsa ayaktan hemen bilelaydı degen ama Maduro'nu öydün tutup çıketkice o hiçtimisi bilenmegen gap. Onun için İran'daki mu şundan berip diken hem her kul başkuruş bombalarını bergen ayrı Amerika'nınki şu radar kuşmerge ayrıplarının düşürü italaydı degen ama hiçtim düşürü itemedi. Düşüp ketken ayrıplarınınki Amerika'nın bir neticesi birisi may kaçılaştı özünün ayrıplarını bilen may kaçılavatqaqta havada şunun da bir vaka oldu. Yani birisi mu şunun yakın bir narsa oldu. O İran'ın itip düşegini emas. Şunun için bir yerde demek Xitay'ınki bu kuralları hemmesi de çatakwa. Ama lekin san sipiriga. Mesela Xitay'ın şu kurallarını tonuşturuş san sipirleri karga vaxtıda naiti ilgar. Mesela ne deyimiz hem datası deyimiz, metric data deydi. Mesela bir misal hem de digendek bombası mı? Başkuruluş bombanınki musapsı kançilik. Onunki nişangı tegiş nispeti kançilik. Puçuş sureti kançilik. Bunlar hemmesi sansiper hem de aşonu ölçeydiğen ilgarlığını. Bununki bu sansiperlerge Xitay'nın belgini hemmesi naiti ilgar. Naiti tez, nişangı tegiş nispeti yukarı, ameliyatta naiti ünümlü. Ama lekin ameliyatta şundak mı bu hazır okşumay vatıdı o. Bir netice uruşlarda görülükçe. Şunun için bana degende hem de Xitay'ınki harbiylerine kelsek Xi Jinping'in bu tazlaşıga hazır iki xil göz qarash. Birisi Xi Jinping'in Tayvan'ı alımız degende bularning ba'zilari qarshi chiqqan yoki norozilik bildirgan ya uningga azroq aktiv bo'lolmagan deydi u. Ama mening farzimda balkim bular Xi Jinpingni bayqab qolgani bu qurollarninki boshda Xi Jinpingga doklad qilgani bilan amaliyotdagi qurolning undaq emasligini Xi Jinping buni bilib, o'zini qo'ldirilayotganligi, oldiganligini bilib, buni bir chetdan tozlayotidi deb qarayman men. Shaxsan bu ko'z qarashda. Endi bu yerda yana bir masala bor. Masalan, Uyg'urlarninki, Xitoy maddalarninkini anglaydigan bo'lsak, falani guruhi, pökünü guruhi deydi o. Shaxsan men Ilshat uchun, sen uchun Xitoy guruhi bor. Biz Uyg'urlarning manfaatiga bizga kelgan vaqtida birla Xitoy guruhi. Mayli o qaysi guruhi bo'lsin, hammasi Uyg'urni yeyma deydi. Shuning uchun biz Uyg'urlarning ularga ko'ngil bo'lib ketishi azroq ortiq bir narsa deb qarayman. Hamda bu yerda harbiylarning ichida unda bir guruhlar bormi Xi Jinping qarshi chiqadigan. Bu to'g'riliq men jiq so'zlab ketdim. Hozircha Xi Jinpingga tang kelalaydigan, uning o'rnini to'ldira oladigan, masalan uni birisi qaslab o'ldiribsa, shu zamon Xitoyni birlikka keltirib men chiqaman dalalaydigan bunday odam amsi yo'qitib bo'ldi bu Xitoy. Shuning uchun unda bir guruhlar yo'q. Hamda maaş kişininki kelganda Xi Jinping tozlashib beryapti. Bu tozlashdagi maqsad Tayvanni ilish uchun ham Xitoy armiyasini kuchlantirib, Xi Jinpingning kengaymichilik siyosatiga xizmat qildirish uchun bu harbiylarini tozlayapti deb qarayman. Hamda bu yerda bu ikkisiga o'lim jazosi 2 yil kechiktirdi degan gap, atmaydi degan gap. Bu ikkisi shu turmada yotadi. Hamda u turmasi mana deganda agar biz bilan sizni ikkimizni solab qo'ygan turmaga o'xshamdi deganda o'xshamaydi. Xitoyning ministrining yuqoridagi turmalar nima jinoyatchilari hammasi Beijingda Xinjiang deydi. Shu turmaga kirdi. U turmaning ichida ko'ktat teralaydi ekan, televizor ko'raydi, kitap yazalaydı, kitap okalaydı, ayrım obernesi var, ayrım monçisi var. O mehmanxonada mana degan vaqtida. O bizning vatandagi bichara Uyg'urlarning yetayotgan ziyolilarimiz, yetayotgan o lager turmalarni o'xshatib qolsak, o xatolashimiz. Bu Xitoylar yanıla
Belki erkinliği hazır şey yok ama 5 yıl 10 yıldan ki hemmeden muntukağını yana bunu kesel davalaydı hep öyle çıkarıp yetiyordu. Kitap yazıp turmuşunu geçirip 10-12 balları şu yana turmuşu yakşı öteyiverdi. Şunun hem de yığın çaklap ettiği vaxtıda bir yerde Xi Jinping asasen birisi harbiyesini küçeytiş, sadakat bu mığallan tazlavatıdı. Ya ki sadakat emestek turudu diyenlerini mi tazlavatıdı. Sadakat emestek turudu diyenlerini mi, şularını mı tazlavatıdı. Belki neymeninki bir gepi bakken, hem şu adamın digini mi, ma o Gomindang'ınki dedim mi ya, bir meşhur Gomindang'ın vaxtında Huşi degen bir ziyalisi var Xitay'nın. Şunun inisi bir parça makale yazıp aksini ayıplayıptı da bu degen imperializmnin galtısı o bu dep. Şu makalını görüp bu adam Tayvan'da yığılap getipti. Yığılap ketkendan keyin şunu olan yenideki yardımcıları vay efendim konunuzni yerim kılmağımda oyu da bu hem de aşu bu özünün ayıpliginiga ko'ngli yerim bo'pti da deb şunu olan bu konunuzni yerim kılmağın o amal yok yezip koygandı o eliniz o bu degandan keyin bu adamның degan gepi bu yerda men o amal yok yazgını emas. Endi bugungi kunda u yerdagi Xitoy kommunistlarninki zulmini yashayotgan xalq sukut huquqidan mahrum bo'lganligidan yig'layaptimi degan gap. Demak nima deganda odamlarda gap qilolmaydigan qo'rqinish terrorda yashagan vaqtida sukut qilish huquqi bo'ladi hamda uni oxirisi agar siz sukut qilishmi yo'qab madhiya etmisingiz düşman başlarınız düşman deganni tillimisiniz bu mu jinoyat bo'lgan vaqtida bu hayot haqiqiy odamni ichindiradigan bir ahvolda shuning uchun manda degan vaqtida Xi Jinping hozir shuning qarab menyapti. Mening buni bu hikoyang degini hatto shuning yenidagi generallar Xi Jinpingni maqtamasimi sizning deganingiz to'g'ri ulug' shu sizningki bo'yicha demay mada chiroyida chandurib qo'ysa uning noroziligini uni yo'qityapti. Bu demak hozir Xitoy yana shu zulmga qaytyapti. Xo'sh, rahmat. Köpten köp rahmat aka. Nayeti yaxshi yo'ritib bergan bo'ldingiz bu temani. Hurmatli ko'rmanlar, bugungi programmamiz mushada oyoqlashdi. Qimmatli vaqtingizni ajratib bizga taklif fikr yo'ritib berganingiz köpten köp rahmat aka. Bağını keler hep görüşürüz. Allohga omonat. Allohga omonat.